Assalomu alaykum qadrdonlarim, hammaga kim to'y boshlab, mebellar kechik kutib turgan bo'lsa, andijonlik akalarimiz mana bunaqa qilib sifatli darajada juda ham qulay va hamyonbop, eng muhimi tez muddatda chiroyli qilib mana bunaqa mebellarimizni yasab berishni ko'rishinglar mumkin. Xudo xolisa juda ham sifatli bo'ladi. O'zim uyimga qildirdim. Akajonlarimizga Instagram orqali bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Mana o'zlari ham hozir gapirib chiroyli qilib tushuntirib beradilar. Mana ko'rishinglar mumkin. Juda ham chiroyli holatda bo'lgan. Assalomu alaykum. İşimizni Xudo xolasa mana topshirdik. Yaxshi chiqdi ishimiz. Ko'rib o'zinglar baho berasizlar. İşimiz material ekiladigan bo'lsak, material rossiyskiy laminat, Igor firmanikidan bo'lgan, suvga chidamli, suv tez ishib, o'yilib chizilib ketmaydi. Mana sizni staroshnitsasi ham rossiyskiy qalinlikda, 3 sm qalinlikda, orqalari granit. Bizdan bonusi bitta 4 burchak mo'yka. Mo'ykasi shular bizdan bonus bo'ldi. Mana bemalol xizmat qiladi. 100% rezinaviy kromka bilan qoplangan, eshiklari davutchi mexanizm o'zi yopiladigan vakuumda bo'lgan. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqsanglar, sifatli qilib yasab beramiz. Qadrdonlarim, tez aloqaga chiqinglar, to'y tezlashtirmasa bo'lmaydi-ku.